Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Ba'zi bir tizim foydalanuvchilari avtomatik qilish qiyin bo'lyapti. Qo'lda video tomosha qilishni bosayapmiz deb aytishyapti. Shu uchun yuklab olgan fayllarni o'chirib tashladimda, boshqatdan qilib ko'rsatishni maqsad qildim. Buning uchun mana bunga qaytib qo'yib hozir bu havolaga qaytib kiraman. Ro'yxatdan o'tganlar qaytib kiradi. Ro'yxatdan o'tmaganlar bo'lsa hali qanday qilib ro'yxatdan o'tishni birinchi, ikkinchi videolarimda tushuntirganman. Mana bu joydan watch bosiladi. Watch. Keyin перейти раздел bosiladi. Keyin подробнее bosiladi. Mana skachat makrodroid bosiladi. Mana o'rnatish bosiladi. O'rnatish. Buni o'rnatganicha vaqtdan yutaylik, chunki YouTube 15 minutdan oshiq videoni tasdiqlash talab qiladi. 15 minutdan ko'p video yuklash uchun tasdiqlash talab qiladi. Menga esa tasdiqlash xabari kelmayapti. Shu uchun vaqtni olmaslik uchun bunisini ham mana bu faylni ham yuklab olamiz. Xo'p. Mana fayl o'rnatildi, yuklab olindi, xabari keldi. Ochishni hozir bosmay turamiz. Ochishni bosmay turinglar. Sababi makrodroidni o'sha makrodroidni nima kamchiliklari, nima o'rnatilmadi, hammasini men ko'rsatib berishim kerak. Mana bu yerda tushuntiryapti. Чтобы макрос работал корректно, необходимо предоставить макродроид 3 типа разрешения. После открытия макроса нажмите кнопку сохранения внизу справа. Система последовательно запросит необходимые разрешения, подтвердите их deyapti. Ya'ni makros to'g'ri ishlashi uchun makrodroidga mana bu birinchi yuklab olinganga mana bu narsaga ruxsatlarni berishimiz kerakligini tushuntiryapti. 3 ta ruxsatni. Keyingi bu yuklab olindi, 3-chi qilayotgan ishimiz mana bu ekanligi aytildi. Mana bu aytildi. 4-inchisi makrosi bo'limiga o'tinglar deyapti-da. Mana bu birinchilikdagi ana makrosi degan bo'lim bor. Mana makrodroidda. Shunga o'tib mana bu yuklab olgan faylimiz, mana bu ikkinchi yuklab olgan faylimiz aktiviruv, ya'ni faollashtirilgan ekanligini ishonch hosil qilinglar shu narsaga deyapti. Затем на вкладке «Главное» нижнее меню также включите основной переключатель в верхнем правом углу. Keyin deyapti, bosh sahifadan deyapti, yuqoridan o'sha narsani, ya'niki переключитель, tepadagi выключить, ya'ni yoqish, makrosni yoqish degani belgilab qo'yiladi deyapti. Keyin 5-chi qiladigan ishimiz hammasi agar to'g'ri bo'lsa deyapti, makros допустится, ya'ni ishlaydi, ishga tushadi. Keyin ya'ni o'sha boshlanishdan oldin, mana shu makros ishga tushishidan oldin haqiqatan ham mana shu sistemaga, mana shu yerdagi mana shu sistemaga kirib turgan ekanligingizdan ishonch hosil qiling deyapti. Ba'zi joylarga moyi strani zablokирован YouTube, что мне делать degan, ya'ni mening mamlakatimda YouTube zakret yopilgan, nima qilsam bo'ladi degan joyga mana instruksiya qilib nima qilish kerakligini mana bu joyda
alohida tushuntirgan. Agar ba'zi payt YouTube ishlamay qolib, shu kamchilik bo'layotgan bo'lsa, hozir qo'lim boshqa knopkaga tegib ketdi menimcha, boshqa tugmaga. YouTube ba'zan ishlamay qolgan joyiga mana shu boyagini tushuntirgan. Boyagi ketma-ketlikda operativ razder qilamiz, podrobniy qilamiz. Xo'p, mana shularning hammasi to'g'ri bajarilsa ishlash kerakligini tushuntirgan. Ana endi birinchi navbatda boramizda u tavsiyasi bo'yicha mana bu MacroDroidni sozlamalarini sozlab olamiz birinchi. Xo'p, ustiga bosamiz. Qaranglar. Mana bu birinchi marta o'rnatilayotgan bo'lgani uchun mana shu ketma-ketlik qilamiz. Hammasini bosib, mana nima qilganimni tushundingizlar? Ketma-ketlik bosib turinglar. Qaranglar. Mana bu joyda lekin обязательно mana orqagani bosinglar. Chunki bizga hozircha yangilash kerak emas, obuna bo'lish kerak emas. Orqaga bosamiz. Agar shunchalik masalan mana 7 kunlik bepul ana beryapti. Agar kunini uzaytirmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda add free day, ya'ni ustiga bitta bosasiz, reklama ko'rasiz. Mana bitta reklama ko'rganingiz uchun sizga 3 kunga uzaytirib beradi. Mana bu joyda obuna bo'lish bor. Mana bu joyda reklama ko'rib uzaytirish bor. Hozir sal sekin ishladi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, watch advert mana xo'p tomosha qilinsa, испытайте новый внешний вид, Bu новые ham- ощущения от торговли и совершенно bu ham keyinchalik o'zimizga kerak bo'ladi uchun videoga buni ham qo'shib o'tkazib yubormay tayyorlayapman. Agar 15 minutdan ko'p cho'zilib ketsa 2 ga taqsim qilaman videoni. Birinchisi, ikkinchisi qilib qo'yaman. Xo'p, isbotini ko'rsatish uchun videoni oxirigacha ko'raman. Qaranglar, 7 kun, bir hafta berilgan bo'lsa, mana shu videoni ko'rgandan keyin buni reklamani mana X qilib olib tashlaysizlarda, bizga kerak emas. Bizga nima uchun kerak edi? MacroDroidni ishlashini, kunini uzaytirish uchun. Bitta video ko'rganlaringizga 3 kun uzaytirilgandan keyin men shaxsan o'zim 10 ta video ko'rib 1 oy uzaytirib qo'yaman-da. Shunaqa qilgan edim. Minnat qilibdi deb tushunmanglar. Videoni boshqatdan tayyorlash uchun o'chirib tashladim. MacroDroid yangitdan o'rnatildi. Men uchun ham endi bu yangi bo'ladi uchun yana qaytib kunini uzaytiraman. Endi qaranglar. Reklama tugagandan keyin ana bu X chiqqancha kutasizlar. X ni bosasizlarda mana endi orqaga qaytamiz. Mana orqaga qaytamiz. Ana bu joyga e'tibor qilasizlar. 7 kun edi.